Bu usul orqali Libboy telefondan Libboy videoni skachat qilib olsangiz bo'ladi. Faqat Telegram bo'lsa bo'ldi. Bu hech qanaqa bot emas yoki boshqa bir qanaqadir sayt emas. Bu Telegramning izbirindisini o'zi. Hozir ko'rsataman. Buning uchun masalan Instagramdan bitta videoni olmoqchisiz, skachat qilmoqchisiz. Shunday kirib turib, nimasini silkasini shunday kopirovat qilib olamiz. Chiqib ketib, Telegramga kirib, Libboy Telegramga izbirini degan joyga bosib turib, xohlasangiz kimgadir jo'natayotgan nimangizni qilsangiz bo'ladi, farqi yo'q. Kimni qilmoqchi bo'lsangiz, masalan, mana odamga jo'natmoqchiman. Mana shu nuqta 3 ta W ni o'chirib turib, 2 ta KK deb yozasizda, отправить qilasiz. Mana sizga skachat qiladigan qilib chiqarib berdi. Shunday kirib turib ko'rsangiz bo'ladi va jo'natgan odamingiz ham xuddi shu sizga o'xshab skachat qilib olsa bo'ladigan qilib jo'natildi unga. Xohlasangiz odamga emas, o'zingizga o'zingiz jo'natsangiz bo'ladi. Ya'ni izbirini hamma biladi izbirini nimaligini. Deb turib, mana shu nuqtani, keyin 3 ta W ni o'chirib, o'rniga 2 marta KK deb yozasiz, chiqaveradi. Ichki ishlar xodimlari sizni Telegram Chotki tiniq formatda bez hech qanaqa botsiz, hech qanaqa nimalarga obuna bo'lmasdan turib qilsa bo'ladi mana shuni.